bizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha yana savollar kelib tushgan. Demak, savollarimizdan ko'proq uzoq vaqt davomida o'tirgan holatda ish faoliyati olib boradigan kishilarda, ya'ni to'g'rirog'i o'tirib ishlaydigan erkak kishilarda qanaqa jinsiy tomondan va o'sha reproduktiv tomondan bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar haqida so'ralyapti. To'g'ridan to'g'ri ko'p o'tirib ishlash yoki gipodinamik holat deymiz, kam harakatlilik holat deymiz buni. Gipodinamik holat o'zi umuman tibbiyotda gipodinamiya orqali kelib chiqadigan bir muncha muammolar, kasalliklar haqida hamma biladi deb o'ylayman. Ya'ni sog'lom turmush tarzida doimiy ravishda har bir inson o'z sog'ligi uchun harakatda bo'lishi kerak. Harakat degani bu o'sha sport yoki jismoniy aktivlik, faollik bo'lishi kerak. Ya'ni o'tirib ishlaydigan kishilar u qanaqa darajadagi o'sha ish faoliyatini yoki o'tirish holatini qancha muddatdaligiga ham bog'liq. Masalan, kimdir kabinetda o'tirib ishlagani bilan u ko'p vaqtini yana harakatda ham o'tkazishi mumkin. Yoki umuman masalan ko'p hozirgi kunda juda ham IT sohani rivojlanishi va aksariyat ishni o'sha o'tirgan holatda, kompyuter oldidan qimirlamagan holatda, mana shu kompyuter va internet tizimidan uzilmagan holatda uzviy ish faoliyatini olib boradigan, umumiy faoliyat ish ko'rsatadigan kasb turlari juda ko'payib ketganligi inobatga olgan holatda aytishimiz mumkinki, haqiqatdan ko'p o'tirish bu umuman birinchi o'rinda suyak mushak tizimlari, ikkinchi o'rinda deymiz masalan qon aylanishi bilan bog'liq boshqa a'zolarga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Jinsiy va reproduktiv salomatlik yuzasidan ko'p o'tirgandan keyin o'z-o'zidan o'sha harakat, qon aylanish tizimida o'zgarishlar bo'lib kelib chiqadi. Bu periferik qon aylanish buzilishi, ya'ni o'sha bizni oyog'imizdan tortib tanamizni yuqori qismlarigacha bo'lgan qon tomirlar bir xil tempda ishlashi va qon aylanishi me'yorida bo'lishi uchun doimiy ravishda o'sha mushaklar harakatda bo'lib turishi kerak. O'tirganimizdan keyin biz o'z-o'zidan harakatimiz cheklanadi. O'sha mushaklarda ham harakat cheklanadi va o'sha qon tomirlardagi qon aylanish o'sha mushaklar tizimidagi harakat sustlashgani kabi qon tomirlarda ham ma'lum miqdorda qon aylanish sustlashadi va bu o'z-o'zidan tananing pastki qismlarida tabiiy ravishda qon ma'lum miqdorda dimlanishi, venos qon tizimida, limfa aylanish tizimida o'ziga yarasha o'sha dimlanishlarga sabab bo'laveradi, vaqt o'tgan sari albatta. Bu tez fursatlarda kelib chiqadigan muammo emas, lekin uzoq vaqt surunkali bu faoliyat davom etavergandan keyin o'z-o'zidan o'sha tanani pastki qismidan boshlab toki masalan o'sha chanoq a'zolariga birinchi o'ringa ta'sir qiladigan darajada muammolar kelib chiqadi. Bu chanoq a'zolaridan eng muhimlari bu masalan to'g'ri ichak, erkaklarda prostata, o'sha urug' yo'llari, urug' pufaklari va jinsiy o'sha moyaklardan tortib jinsiy a'zolar. Ayollarda ham xuddi shundoq jinsiy a'zolardan tortib reproduktiv a'zolarga birinchi ahamiyat kasb etadi. Muammoni kelib chiqishi qanchalik o'sha venoz dimlanish darajasi oshib boraversa, o'sha a'zodagi funksional va organik buzilishlarga sabab bo'laveradi. Bu kislorod tanqisligiga olib keladi. Bu o'sha kislorod tanqisligi o'z-o'zidan keyingi o'sha a'zoda ishlab modda almashinuvi buzilishiga olib keladi va o'sha a'zo bajaradigan vazifasini yoki ishlab chiqaradigan o'sha endokrin har xil suyuqliklarini sifatan, miqdoran o'zgarishiga sabab bo'ladi. Endi to'g'ridan to'g'ri yondashadigan bo'lsak, erkaklarda yoki yoshlarda mana shu sohada masalan ayniqsa savol bo'lyapti. IT sohada ko'proq biz masalan kun davomida kompyuter oldidan uzilmagan holatda, o'tirgan holatda ishlashga to'g'ri kelyapti. To'g'ri, bu holatda o'ziga yarasha oldini olmasa muammolar sabab bo'lishi mumkin. Bu degani o'sha qon aylanishida buzilishi birinchi o'rinda kichik chanoq a'zolarida, kichik chanoq bo'shlig'i, venos chiganlari juda ham murakkab rivojlangan va o'sha qon dimlanish kelib chiqishiga ko'proq moyilligi bo'ladi. Harakat cheklangandan keyin o'z-o'zidan o'sha qon dimlanishi kuzatilishi va o'sha mushak tizimlarini sust rivojlanishi bu o'z-o'zidan birinchi o'rinda prostatada va o'sha moyaklarda qon aylanishda qanaqadir
surunkali ravishda buzilishiga olib boradi. Surunkali buzilish o'z-o'zidan mana yana aytib o'tamiz, o'sha moyaklarda rivojlanadigan surunkali qon aylanish buzilishi bu o'sha surunkali kislorod tanqisligi va modda almashinuvi buzilishi, o'sha qon tarkibida erkin radikallar ko'payishi, ya'ni zararli bo'lgan qon uchun o'sha organizm rivojlanishi uchun va oqibat o'sha moyakda ishlab chiqariladigan bizni asosiy erkaklik gormonlaridan tortib testosteron yoki shunga o'xshash gormonlardan tortib u yerda shakllanadigan spermatogenez jarayonini buzilishiga olib boraveradi. Bu o'sha sperma tarkibida nosog'lom spermatozoidlarni ko'payishi yoki harakatchanlik va miqdoran o'zgarishiga sabab bo'ladi. O'z-o'zidan yana qon aylanishida buzilishi o'sha nerv mushak tizimlarini faol ishlashiga ham zarar qilaveradi. Bu degani o'sha biz asosan erkaklarda ereksiyaga javob beradigan kichik chanoq a'zolarida joylashgan nerv tizimlarimiz va o'sha to'g'ridan to'g'ri mushak tizimlari o'sha ereksiyani ta'minlashga yordam beradigan va ereksiyani ta'minlaydigan qon tomirlarimizdagi surunkali ishemik holatlargacha sabab bo'ladigan o'zgarishlar erkaklarda prostatada, ya'ni kognitiv yoki dimlanish bilan bog'liq bo'lgan prostatitlarni tezsiz uchrashi, ya'ni u yerda ikkilamchi qon aylanish buzilishi bilan bog'liq prostatada yallig'lanishlar yoki surunkali prostata og'riqlari yoki surunkali chanoq og'riqlari deb ataladigan kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'laveradi. Bu oqibatda bemorni ham hayot sifatini ham umumiy sog'ligini buzilishi bilan sabab bo'lib, ikkilamchi bepushtlikkacha olib boradigan yoki ikkilamchi jinsiy ojizlikka olib keladigan holatlarga sabab bo'laveradi. Endi buni bu isbotlangan, fan tomonidan bir qancha bunaqa tadqiqotlar o'tkazilgan va tadqiqotlar natijalari o'sha tez-tez yangilanib turadigan klinik tavsiyanomalarda kiritib boriladi bu holatlar. Birinchi sababi mana shu kichik chanoq a'zolaridagi funksional buzilishlarning eng asosiy sabablaridan biri sifatida baholanadi. Bu kam harakatlilik yoki uzoq vaqt davomida harakatsiz yoki o'tirgan holatda tananing bir xil holatini egallagan holatda ish faoliyati olib boradiganlar bu eng asosiy xavf guruhiga kiritiladi kasallik kelib chiqadigan kishilarni. Undan keyingi xavf guruhlari ham mavjud albatta, lekin biz hozir gapirayotgan mavzumiz asosan kam harakatlilik va o'tirib ishlash to'g'risida bo'lganligi uchun aytmoqchi bo'lgan fikrimiz shu. Endi buni oldini olish albatta o'sha har bir insonni o'ziga bog'liq. Albatta ish faoliyati ko'p o'tirishda yoki ko'p uzoq vaqt tik oyoqda ishlashni taqozo qilayotgan bo'lsa, albatta buni choralari sifatida turli xil o'sha sabablarni topib kichik chanoq a'zolarida qon aylanishni yaxshilashimiz kerak. Bu tez-tez harakat, orada harakatlanib turish yoki qanaqadir jismoniy faollik bo'lishi, oyoqlardan tortib biz o'sha umumiy tanada jismoniy faollikni ta'minlab turuvchi mashqlarni tez-tez o'zimizga odat qilib olishimiz kerak albatta. Yoki kun davomida ishdan keyin yoki ishgacha bo'lgan vaqtda qanaqadir o'zimizga qulay va yoqadigan jismoniy faollik, yugurishdan tortib yengil atletika bir ma'lum turlari bilan shug'ullanib turishimiz zarur va shart hisoblanadi. Bu aks holda bu qisqa yillarda bu faoliyat bilan ishlovchilarda muammolar kelib chiqishi tabiiy hisoblanadi. Keyingi muammoni kelib chiqqandan keyingi davolash bosqichlari ham o'ziga yarasha qiyinchilik bilan bo'lishi mumkin.